Mana qarang, mana. Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatdamiz. Moling bo'lsa shunaqa o'ynab tursin. Nasriniy baland bo'ladi, o'zingni ham deyshadi do'dalarimiz. Mana qarang. Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatdamiz. Uzmas kanali obunachilari, assalomu alaykum. Mana qarang, Murod aka firmalar. Assalomu alaykum. Murod aka xormang. Saidol aka yaxshi keldingizmi? Bular asli zerikibdi. Ha. Sog'lig'i to'g'risida ma'lumotli kerak emas. Chunki o'ylab turibdi. O'zi ko'rib turibdi-yu, ana. Xayol surib, shumshayib turmayapti, qo'lini cho'pchagiga solib. Mana qarang. Bular qanaqa aka? Boshlaylik bitta tanishtiring endi bular. Saidol aka, mana bunisi sementalga Eston gibrid. Ha, mana qizil. Sementalli qonni ko'proq undi. Ha, mana sementalga Eston gibrid. Bunisi. Voy joningda turishini qarang buni. Yosh qanday uni Murod aka? Saidol aka bu 5 oylik, 6 oylik atrofida, 6 oylik. Masha? Ha. Rostmana gibrid bo'lgan ekan-da, so'nggi. Ostini qarang, ostini. Bash dahshatli. Lopillab turibdi. Kosada kattaroq osti bor ekan. Ha qarang. Mana eng kichkinasi aka? Bu sementalga, bu ham rossiyskiy gibrid, ikkalasi mana bular. Bu sement ikkalasi ham? Ha. Mana bu kattamiz bo'g'oz. Bo'g'oz bu. 100% tekshirtirilgan, videolargacha bor. Uziga olib borib tekshirtirib oldik. Mana bu kichkina necha oylik aka? Kichkina. Saidol aka bu 5 oylik, 4 oylik atrofida. Ha, bakki qara. Ostini qara. Hayt, joning sog' bo'lsin. Hamma ham ko'rib turmaydi bunaqa kadrni. Bularni hech kim osib qo'ymagan, turg'izib qo'ymagan. Qarang. Mana bu kattali yosh qanday aka? 2 oylik bo'g'oz deganingiz. Saidol aka bu yoshiga to'lgan, 1 yoshi 2 oylik bo'lib qolganda bu. Ha. Yoshiga to'lib qochgan ekan bu. Yirik tug'ilgan ekanda o'zi. Ha. U baqotligini qarang, uzunligini qarang, jonivorni. Katta tug'ilgan ekanda. Qarang. 2 oylik bo'g'oz. Narx qanaqa aytamiz endi bularga aka? Bitta. Kichkinadan boshlaylik. Saidol aka. Mana gibridimiz. Uzoni yetmayli 17,5 million keltiradi kichkina. Masha? Ha. 100 ga 100 gibriddi. Ya joningiz, mana qarang. Mana. Tabiiy voqelik. Tabiiy. Sutni bilsa ham 13 million, 14 million de shuni. Bu sutdan chiqqan. Bir bahordan o'tib qochmay keladi, xudo xohlasa. Keladi bahorda, xudo xohlasa, qochmay kelib bo'ladi. Bo'ybasta tosh taroziga keladi. Toza narsalar, ana yemaydigani, ichmaydigani yo'q ichida. Bu 7,5 million kami ham bor. 17,5 million ozgina xayri bor. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Joningiz sog' bo'lsin aka. Mana bunga necha pul aytamiz? Sementalga 20 million deyman Saidol aka. Sementalga Eston, ha? Eston gibrid 100 ga 100. Lekin qayma berishni ham yorvoradi agar ikkalasiniga bitta bo'lgan bo'lsa, qarang. Ostini ko'rsating shuni. Lekin mana bu vaqti boshqa dunyo. 17,5 million yetordilar-ya. Mana buni ham osti dahshat ekan. Bir kichkina gibridniki ham aka. Mana osti. Ay yaramas. Saidol aka. Mana tekshirtirilgan buni. Fermani o'zida. Bu egasiga tashib berasiz aka. So'ragan odam tashib beradi. Yo'q, bu bitta ko'rsatib ham qo'yavering. Mana 100% tekshirtirilgan, o'zingiz soldirib qo'yganmiz. Berib turing, telefon berib turing. Men borolmay qochib ketasiz, berib turing. 100% tekshirtirilgan. Zo'r aka, mana. Yana qiziqqan odamga iminni tashib beraman. Alohida tashib beraman. Ha, so'raganga. Doktorligiga bo'lsa olib kelib tekshirtirib olursiz. Xotirjam bo'lishadi yana. Ha, bemalol. Bu necha pul aytamiz endi bu kattaga aka? Saidol aka 30 million, 35 million demayman, 27 millionga ketaveradi bunisi. 27 millionga? Ha. Ha, qarang. Murod aka mana shu tuqqanda nechtalar sut beradi aka? Birinchi qonun. Saidol aka 25 tani o'ynatsa kerak. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hozir kommentariyada oldindan bir nima deyish qiyin-ku. Avvalo xudo, ostonaligi biladi. To'ppa-to'g'ri. Hozir kommentariyada qimmat, ona bola sigir beradi deyishinglar mumkin. U ona bola sigir 13 gacha sut berishi mumkin. Farqi katta do'stlar. Shuncha kutganingizga yarasha bo'ladigani mana. Ha, qarang mana bularni. Hammasi bir-biridan zo'r. Kutganingizga arziydiganlar. Lekin mana talash bo'lsa kerak yaramas. Xudo xolasa. Qarang. Kallay tog'lar. Turinglar qarang. Mana qarang, mana bularni. Turishini qarang. Jonivorlar. Oldingilar qanaqa egalariga yetib bordimi hammasi? Yetib bordi, bir pasda sotilib ketdi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Qarang. Zotli sigir boqaman. Jaydari boqish jonimga tegdi. Qoplamayapti deydiganlarga.
Oling, maza qiling. Mana qarang turishini. Mana gibridchi. Jonivorlarni qarang. Bir joyda nuqsoni yo'q mollarni. Agar uchalasini bir joyga olaman Murodjon deysiz, va shuncha bo'larkan-a? Kelishamiz, Saidol aka. Ha qarang. Tanti inson aytgan pulini hammasini so'ramaydi. Bunga olgan odamlar kommentariyada yozib qoldirishligi mumkin. Ha qarang. Saidol aka, agar uchalasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, unaqa qimmat emas. Hisoblab aytavering. 63 millionga ketaveradi. Boraveradi. Boraveradi uchalasi. 21 million aylanib ketadimi? Ha. Ani bo'g'oz. Bu gibrid. Joni sog' bo'lsin aka. Mana qarang. Xudo xolasa chiroyli sababini qilsanglar, bitib anaqa bo'lib qoladi. Mana bu bo'g'oz mana. Ana unisi ham hademay qochmay keladi. Qochmay keladi o'sha. Mana ham. Stokan ko'ring. Mana. Stoka deyman-ku, tushungan odam hayt turishini qarang uni. Mana bunisi ham uzun. Bir kalta bir ajina mollar emas. O'ynab turgan mollar, jonivorlarning ostini qarang. Xalitdan idishcha. Zo'r aka. Siz topishdan charchamang aka. Men chiqarishdan charchamayman. Xudo xolasa. Xalq maza qilaveradi bundan faqat. Musofirda telefon qilsanglar, yana ham tantiliklar tutib qoladi bular. Muomala. Telefon qilaversan, ishimiz bitadi. Shuncha paytdan beri bityapti. Yashin aka, ham orqani ko'ring mana. Korobka. 30 million deyapmanmi gibridda yoki anundoq toza semental bo'lsa, qochmagani. 36 million, 40 millionga chiqib ketdi semental qochmas, ko'ramiz. Lekin bularni qarang. Mana, mana buni ko'ring oyog'ini, sonini, bakkamligini. Zo'r aka. Telefon qilaveringlar, videoni kutmasdan, agar yana kerak bo'lsa, topib ishinglarni bitirib beraveradilar Murod aka. Mana. Toshkent viloyati madaniyatdamiz. Bugungi chisli necha edi aka? 20 mi, 9 mi? 20. 20-noyabrmi? Ha, 20-chi. 20-noyabr kuni madaniyatdan efirimiz tugadi. Mana qarang. Uni hech kim boylab qo'ymayapti, osib qo'ymayapti. Mana. Ana unisi ham, bunisi ham. Mana alohida mavzu. Obunachilar nima deymiz aka? Hammaliga sog' salomat bo'lsin. Aloqaga chiqaversa, ishimiz bitadi. Ish bitaveradi. Kommentariyada uyda, buyda degandan ko'ra ekranda nomer bor. Tirs telefon qiling, sodasini qiling. To'ppa-to'g'ri. O'zingizdek ko'ring hammani. Uzmaster oilasi eng yaxshisini, sifatlisini sizga ravo ko'radi, do'stlar, kelaverasizlar. Hammani omadini bersin.